Qizlar mana shu penkadan ishlatib ko'rganlar bor. Buni men Kupangdan oldim. Sperva probaga bitta dona zakaz qildim. Ko'rmoqchi edim, yuzimga tushadimi, yo'qmi. Bu guruchli penka, вообще zo'r ekan. Yuzni oqartiradi, tozalab beradi. Полностью ham qora tochkalar, poralar, полный. Вообще yoqdi menga. Kecha yana zakaz qildim. Bugun yana ikkita keldi. Zapas. Вообще zo'r ekan. Buni oldin men skrabini ishlatgandim. Тоже guruchli, вообще zo'r bu ham. Emas, meni qopdi. Uni ham zakaz qilishim. Lekin penkani вообще sevdim mana shu penkani. Hozir yuzimga surib ko'raman. Вообще zo'r ekan. Главное не цена, а главное продукт, чтобы был эффект. Menga mana shu вообще yoqdi. И yana buni не только ayollar, buni erkaklar ham ishlatsa bo'ladi. Например, men xo'jayinim ishdan kelsalar, полностью mana shu bilan yuzlarini tozalaydilar. Такая густая, она полная массаж. У меня еще так шоколад, да, можно глубоко очищать. Ну, у всех кожа разная, hammaga har xil tushadi. Но мне кажется, mana guruchli hammaga tushadi. Chunki uni oldin bitta penkani ishlatgandim, Oliviyanga oldim. Вообще yuzimchi qanaqadir qizil tochkalar bo'lib ketdi, так вот прям покраснение кожи у меня. Значит, у меня чувствительный, menga tushmadi. Поэтому men guruchli keyin oldim и вообще yo'q. Сразу sizlarga ham tavsiya qilaman. Вообще zo'r, effekt сразу beradi. Zakaz qilib ko'ringlar, Kupangdan bir kunda keladi. Вообще zo'r. Qimmatdan emas.